Salom do'stlar. Biz bugun ikkita dinamik agent ochamiz va ko'ramiz kimlar tushar ekan. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bu menga keyingi videolar chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. To'g'ri, anchadan beri video chiqarmadim, lekin tez chiqarib turaman do'stlar. Va do'stlar, biz 207 ta bo'ldik, 2 tadan ham o'tib ketdik. Buning uchun sizlarga juda ham katta rahmat. Men buni xohlaganim juda ham. Endi do'stlar, biz 1000 ta bo'lishimiz kerak. Endi 1000 taga harakat qilamiz do'stlar. Mana biz hozir shu ikkita agentdan Husanovni olishga harakat qilamiz. Shu Husanov tushishi kerak do'stlar, nima qilib bo'lsa ham. Shuni tushirish kerak. Nima qilsak tushar ekan, ha. Xullas do'stlar, videoni cho'zib o'tirmayman va hozir birinchi agentni ochamiz. Xo'sh, kim tushar ekan? Bismillahirrohmanirrohim deb ochamiz buni. Xo'sh, kim tushar ekan? Agar Husanov tushmasa, normalroq va Husanovga o'xshayapti. Xo'sh, kim ekan? Himoyachi 7-raqam ekan. Yo'q. Afsuski, bu Husanov emas. Shooting 85, hujumchi. Xo'sh, kim ekan? To'g'risi tanimadim. 85 shooting. Yaxshi futbolchiga o'xshamayapti. Yo'q. Speed 91 va Omar Marmush yaxshi. Birinchi marta yaxshi o'yinchi tushdi do'stlar. Buni bir martagina tushdi yaxshi futbolchi. Va hozir futbolchilarni qo'yib olsak, balki omadimiz kelar. Marmush va mana balki hozir shundan normalroq futbolchi tushib qolar. Do'stlar, bizga shu yerdan barqlar tushib juda ham ajoyib bo'lardi. Va birinchi o'rinda albatta Husanov tush, endi bir marta iltimos tush. Video ajoyib bo'ladi. Xo'sh, bunda Husanov juda ham ajoyib bo'lardi video va ochdik. Xo'sh, kim? Xo'sh, yo'q, bu Husanov emas, aniq. 10-raqam. Xo'sh, kim ekan? 10-raqamda shooting 84. Normalroq futbolchi bo'lsa ajoyib bo'lardi agar. Yaxshiroq futbolchi bo'lishi kerak. Xo'sh, kim? Soqolli ekan, Balkan Toro 87. Yo'q, yaxshi futbolchi emas. Yo'q do'stlar, kimga tushdi? Braziliya. Bu juda ajoyib do'stlar, bu juda ham ajoyib. Omadimiz keldi do'stlar, mana. Buni ham qo'yib olamiz. Ajoyib do'stlar. Video prosta ajoyib bo'ldi. Chunki bilamiz, Braziliya yutish ehtimoli juda ham katta bu yerda. Ajoyib jamoaga ega va bu 92 reytinggacha ko'tara olsa juda ham ajoyib bo'ladi va agar Braziliya yutib ketsa 96 bo'ladi do'stlar. Yaxshi futbolchilar tushdi do'stlar. Omar Marmush. Bu ham ko'tarilsa kerak, katta ehtimol. Mana bu esa aniq ko'tariladi do'stlar. Umuman o'ylamagandim. Men yaxshi futbolchi deb umuman o'ylamagandim, lekin yaxshi futbolchi tushdi do'stlar. Bu yerda mana Visa kutayadi aniq, chunki bitta g'alaba qilib bitta durang qildi, adashib ketdim. Yaxshi. Omar Marmush ham ko'tarilishi mumkin. Bu aniq ko'tariladi. Ismini yaxshi bilmayman. Kunami ashunaqaroq braziliyalik. David ham ko'tarilsa kerak va ajoyib jamoa do'stlar. Ajoyib bo'ldi juda ham. Endi do'stlar, biz ko'proq shunga qaratib yanada ko'proq agentlar ochishga harakat qilamiz do'stlar. Mana men buni ham o'ynab bundan bitta olaman yaqinda do'stlar va bu yerdan ham bitta ochsam 2 ta bo'ladi va yana boshqa ishlar qilib do'stlar, yana bir nechta yig'aman. Va keyin do'stlar yana bitta video chiqadi yaqinda. Do'stlar, aktivlaring juda ham kuchli bo'lyapti. Buning uchun katta rahmat. Mana Dindrax ham kelar ekan, buni ham ochaman albatta. Men juda ham qiziqib qoldim, anchadan beri, chunki yaxshilar tushmayotgan. Anchadan beri bir kundan keyin yana xo'sh, Sabitaga o'xshayapti. Mana bularni ham ochaman albatta do'stlar. Va hammasini olishga harakat qilaman. Xo'sh, bitta buni ochib qo'yaylik, kim tushar ekan? Kim ekan bu?
yaxshiroq futbol tushsa, albatta sotib olamiz. Husanim tushib qolsa juda ham ajoyib bo'lardi video. Xo'sh, kim ekan? Internet ishlamayapti birozgina. Do'stlar, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Men tezroq mingta bo'lishim kerak. Shunda shu katta blogerlar bilan ham videolar qilaman. Masalan, Dilasa Ismoilov, Iminov va shunga o'xshagan blogerlar do'stlar. Internet ishlamayapti. Va do'stlar, kommentariyaga keyingi video qanaqa bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham qiziq. Shu video olish uchun men g'oya topolmayapman. Shuning uchun sizlarning fikringiz menga juda ham muhim. Nima kerak, nimani ko'rasizlar, men buni bilmayman. Do'stlar, men shuning uchun ham kommentariyaga yozib ketinglar fikrlaringni. Bu yerda esa internet ishlamayapti, afsuski. Yaxshi ishlab ketdi. Va Rafael Leao va Stitch degan tushdi. Xo'sh, biz mayli Rafael Leaoni sotib olamiz bu yerda. Yaxshi futbolchi. Mana shu Portugaliya ham oxirida Jahon Chempionatini yutish ehtimoli juda ham katta. Kongo bilan o'yinda Kongo oxirgi daqiqalarda urib ketdi. Afsuski. Mana do'stlar, biz ham ajoyib jamoaga qoldik. Xo'sh, hozir do'stlar, men sizlarga o'z tarkibimni ko'rsataman yig'ib. Mana, xo'sh, endi qayerga qo'ysak bo'ladi bu futbolchilarni? Yo'q, boshqa bu bo'lmaydi. Xo'sh, 3-5-2 mana bu taktika ham to'g'ri keladi. Xo'sh, bu yerga kim? Mana buni qo'yamiz. Yana bu yerga qo'ysak buni. Yana kim bor? Thiago ham bor bizda. Buni bu yerga tushib turib, buni bu yerga qo'yamiz. Oraksiya bo'lmayapti-ku. Xo'sh, qayerga qo'ysak ekan? Xo'sh, mayli bu yerga qo'yib tura qolamiz va mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek ajoyib tarkib turibdi bu yerda. Faqatgina ikkita futbolchi kam do'stlar. Men yaqinda bitta classic player ochaman. Juda ham ko'p o'ynayapman Dilasa. Shu bizga Fabio Cannavaro kerak. O'zbekistonning murabbiysi. Juda ham ajoyib futbolchi. 2006-yilda Oltin to'p va Jahon chempionatini yutgan. Do'stlar, ana tarkib ham ajoyib. Bularni ham do'stlar full qilish videosini chiqaraman. Faqat do'stlar, sizlar like bosib meni quvvatlab tursalaring bo'ldi. Xullas do'stlar, video shulardan iborat edi. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.